Moriya onamizning qissasi qanday bo'lgan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining o'sha davrdagi eng ashaddiy dushmani bo'lgan Quraysh bilan Hudaybiya sulhida tinchlikka kelishdi. Shunda payg'ambarimiz dunyo podshohlariga maktub yubordi. Ularni mana shu haq islom diniga da'vat qildi. Birodarlar, bu islom dini faqat arablarga kelmagan edi. Butun insoniyatga kelgan edi. Shuning uchun Rasululloh ana shu davrdagi ko'zga ko'ringan katta mamlakatlarning podshohlariga maktub yozdi. "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ey Muhammad alayhisalom, dar haqiqat biz sizni barcha olamlarga faqat rahmat qilib yubordik. Maktublar orqali islom diniga da'vat qilingan podshohlardan bittasi Misrning ulug'i Muqawqis edi. Muqawqis bu podshohni unvoni. Fors podshohlari Kisro deylardi. Habasistonning podshohi Najjoshi deylardi. Yaman podshohlari Tubba deylardi. Endi bu davrga kelib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamoniga kelib Misr podshohi Muqawqis deb chaqiriladi. Muqawqisga Xotib ibn Abi Balta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning maktubini olib keldi. U qibitlardan edi. Muqawqis payg'ambarimizdan kelgan maktubni oldi, ochib o'qidi. Mana endi Muqawqis bilan Rasulullohning elchisi Xotibning o'rtasidagi bo'lgan bahsga xulosa olamiz. Aytdiki: "Ey Xotib, sen aytayotgan kishi modomiki nabiy ekan, nimaga unga qarshilik qilganlarni duoibat qilib yormadi?" dedi. Sen aytayotgan odam rost payg'ambar bo'ladigan bo'lsa, nimaga dushmanlik qilgan qavmdoshlarini yoki u kishiga qarshilik qilganlarni bitta duoibat qilib qarg'ab yo'q qilib yormadi dedi. Endi Xotibning javobini qarang. Iso Allohning rasuli ekanligiga guvohsan sen. Nima uchun Iso uni qavmiga azob berib uni o'ldirmoqchi bo'lganida ularni duoibat qilib yormadi dedi. Bu hushyor odamning javobini ko'ring. Iso alayhisalom ham o'zini qavmiga rahmi kelib, shafqat kelib duoibat qilmadi. Xuddi shunga o'xshagandek Muhammad alayhisalom ham o'zini qavmiga rahmi keldi. Ziyrelik, hushyorlik. Uni savoliga yetarli qoniqarli javob berdi.